kecha Matiz'ni 4 oyligini o'tib berdim-ku. Mana seni foydang. Xafa olmagin. Sen aytgancha, hali Nexia'ning ota bola bor-ku. O'sha haqida aytib beraman deb aytmadingmi? Buni tarixi uzun. Bular o'zi juda boy insonlar bo'lgan. Bundan 2 oy oldin Ha, ota tinchlikmi? Shoshiltirasiz. Kim bu odam? Mashinani kalitini ber. Tinchlikmi? Nimaga? Xullas, o'zingni qo'lga ol bolam. Uy-joy, mashina, mol-mulkimiz hammasi musodara bo'lib ketdi. Hoji aka, boshqa hujjatlarga qo'l qo'yib bersangiz, men ketaman. Xo'p, tushunarsiz. Bo'ldimi-ku? Hoji aka, uzr, xizmatchiligim. Bemalol kechtiravering, xo'p. Ota hammasi yaxshi ketyapti dedi-ku. Qanaqasiga birdaniga bir kunda hammasini ayrilamiz. Voy, 1 yil bo'lyapti ishimiz orqaga ketganiga. Sen pul chashdan boshqasini bilaversan. Bir ham marta ishxonaga o'tib xabar oldingmi? Kelaver bolam. Xullas, shu kirmaysanmi? Shu joyda yashaymiz. Tozalaymiz hozir billa. Ota, bu uyda yashashga sharoit yo'q-ku. Shukr qil. Shu uyda zo'rg'a eplab oldik amakining yordami bilan. Bitta mol ham olib qo'ydik. Ota, molga nima bor? 3-4 kun turib ijaraga uy olib ketamiz. Ijara-bijarani qo'y. Hozir qonimizni boqvasi ham katta gap. 1 kunda ish topaman senga. Yo o'zing topib ishla. Men mashina haydashdan boshqa hech narsaga aqlim yetmaydi. Tanishlarimdan surishtirib beraman. Birorta arendaga mashina topib berishadi. Taksistlik qilasan endi. shunaqa gaplar. Yaxshi bo'lmagan ekan-da. Yo'q, hormanglar. Keling. Nima xizmat aka? Akalar, shu desalar, 3 ta 4 ta do'konim bor. Shu ish bitirgani yangi biznes boshlayapti turdik. Shunga bitta jentra kerak edi. Shu afarment bo'ladi, sotib ishni bitiramiz. 6 oyda pullarni qilib beraman. Bizning оборотimizda pul katta, hisobimiz bor. Kelib qoladigan joyi bo'lsa, bir haftada xudo xolasa yopib beramiz aka. Aka, siz birinchi marta ko'rib turibmiz. Xo'p, ish bitirgan olyapsiz, dokument olib ketadi, sirasi. Do'konim bor deyapsiz, do'kon dokumentini bersiz, davriya qilib 6 oy beramiz. Ya bir haftada beraman deyapsiz, ama bir haftada bersam puli o'zgarmaydi. Shuni hisobini olaman. To'g'ri aytyapti. Dokument bermasangiz, sizni birinchi marta ko'rib turibsiz aka, to'g'ri tushunasiz. Qancha emas jentra, bozor yoki sotsangiz 10 ming naqd pulga oladi, biz sizga 6 oyga 11,5 mingga beraveramiz. Dokumentdan muammo yo'q. Xohlasalaring eng katta do'konimni dokumentlarni beraman. Barakami? Baraka. Gap yo'q.